Shukrona keltiring yaqinlaringiz bori uchun, o'rayotgan yurak aql ong uchun, berganiga shukur rizqi non uchun, aziz boshingizni asrasin Xudo. Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Bugungi xayrli kunda u shukronali kunlarini nishonlayotgan vatandoshlarimizni tabriklagan holda bugungi loyihamizga kelgan tabriklarni o'z egalariga yetkazishni boshlaymiz. Allo. Assalomu alaykum. Kim bu? Karomatxon onajonimiz bilan bog'landikmi? Ha, rahmat. Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz a'lomi onajon? Rahmat qizlarim. Erta tongdan sizni yaqinlarimga tabrik loyihasidan bezovta qilyapmiz. Bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q, rahmat. Ozgina vaqtingizni olaman. Vaqtingiz bormi onajon? Albatta bor qizim, rahmat. Avvalambor Allohimga banda payg'ambarimizga chin ummat bo'lgan shukronali kunlaringiz bilan muborakbod etamiz. Rahmat qizim, rahmat. Barcha yaqinlaringiz, do'stlaringiz, oila a'zolaringiz baxtiga hamisha omon bo'ling. Rahmat. Sizlar ham yaxshi yuringlar, o'zinglar. Rahmat sizga ham. Bugungi kun barchamizga xayrli va barokatli kelsin. Sizni va yaqinlaringizni kun bo'yi yaxshi kayfiyat aslo tark etmasin. Rahmat. Bizning loyihamizga siz uchun juda ham chiroyli tabrik so'zlari yetib kelgan. Bu tabrik so'zlarini qaysi yaqin insoningiz yo'llagan bo'lishi mumkin? Taxmin qila olasizmi? Rahmat. Bolajonlarimdan bittasidir-da. Qaysi birlaridan ko'proq kutasiz? Dastan o'g'limniki. Nechta farzandingiz bor o'zi? 6 ta. Yana bitta o'g'lim bor, 7 ta o'g'lim bor deb yuraman. Shu farzandlaringiz orasidan ko'proq qaysi biridan kutasiz? Kim yo'llagan bo'lishi mumkin? Endi bilolmadim. Hozir hammasi ham yaxshi, hozir telefon qilishyapti. Butun dastan o'g'lim tabriklaydi. Dastan o'g'lim shekilli bu. Bu safar adashdingiz onajonim. O'zim aytib o'taman. Barcha farzandlaringiz nomidan sizni hurmat qilguvchi, e'zozlaguvchi, jonidan ortiq ko'rguvchi o'g'lingiz No'monjon aka hamda keliningiz Shahnozaxon opamiz yo'llagan ekanlar. Voy rahmat. Butun dastandagi o'g'lim yo'qladi deb o'ylabman. Rahmat. Xudoydan joni sog' bo'lsin. Ilohim onajon. Ular rizqlari ulug' martabasi baland bo'lib, bolalariga bosh olib yuraversin. Ilohim. Siz qatorida yurishsin, hammasi eson bo'lsin. Ilohim onajonim. Alloh qodir etganchalik tabrik so'zlarini yetkazib berishga harakat qilamiz. Marhamat barchasi siz uchun. Assalomu alaykum bizning jondan aziz, muhtarama mehribonim, qalbi chin muhabbatga to'lib toshgan volidam onajonim. Bugun sizni shukrona kuningiz bilan chin dildan muborakbod etamiz. Biz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz onajonim. Alloh nasib aylasa 100 yil yonimizda yurishingizni yaratgandan so'rab qolamiz. Meni o'g'lingizga munosib umr yo'ldosh, o'zingizga kelin emas, o'z qizingizdek bag'ringizga olib mehr berganingiz, duoyingiz va sabringiz uchun katta rahmat onajonim. Hayot yo'llarimizda ham maslahatingizni ayamaysiz. Aynan sizning farzandlaringiz bo'lganimizdan faxrlanamiz. Inshaalloh bizdan kutgan barcha umidlaringizni ro'yobga chiqarishga harakat qilamiz. Bilib bilmay ko'nglingizga ozor bergan bo'lsak, biz farzandlaringizni kechiring. Ilohim bizlarni baxtimizga doim sog' omon bo'ling. Go'zallar ichida go'zalim, xushro'yim onajonim. Sizni juda yaxshi ko'ramiz. Ilohim umringiz uzun, tani joningiz salomat, rizqingiz baland, nasibangiz ulug' bo'lsin. Hamisha biz farzandlaringiz, nabiralaringiz qurshovida bunaqa quvonchli kunlarini ko'pini biz bilan ko'rib yurishingizni Allohdan so'rab qolamiz deya o'z dilnomalarini tugatgan ekanlar. Rahmat, hamma tan joni sog' bo'lsin.
Ilohim onajonim. Sizlarga barakalar bersin qizim. Sizga ham rahmat. Shunchalik nima qilganlaringizga. Rahmat onajonim. Qalbingizga ozgina bo'lsa-da xursandchilik ulashgan bo'lsak, biz bundan bag'oyatda xursandmiz. Rahmat. Ishlaringlarga omad, kuch-quvvat bersin. Tan joningiz sog' bo'lsin sizni ham. Ilohim Yaxshi aytamiz. nimalarni davom ettirib yuravering. Ilohim onajonim, suhbatimiz shirin xotira uchun muhrlanmoqda. Agar sizning farzandlaringizga aytar so'zlaringiz bo'lsa, marhamat onajonim. Bolalarim hammasini tanigani sog' bo'lsin. Qo'shgani bilan qo'sha qarisin. Bolalarini huzur halovatini ko'rib, meni singari ko'p yillar yashasin. Ilohim aytganingiz Hammasi kelsin. to'ylarsin. Hammasiga omadlar tilayman. Ilohim aytganingiz kelsin. Shu to'ylarda hamisha bosh bo'lib yurish nasib etsin sizga ham onajonim. Rahmat qizim, rahmat. Tug'ilgan kunlarni yaxshi o'tkazib oling. Hamisha sog' va salomatda bo'ling. Bo'pti qizim, rahmat. Xudoyo Xo'p, sizga bo'ladi. ham ishlaringizga omad bersin qizim. Ilohim aytganingiz kelsin. Shunaqa xursandchilikni ko'p oilaga ulashib yuravering. Xo'p bo'ladi onajonim. Hamisha sog' salomatda bo'ling siz ham. Rahmat qizim, rahmat. Xo'p bo'ladi. Yaqinlarimga tabrik loyihasi tomonidan onajonimiz uchun ajoyib tarona. Marhamat. Dardlarimga darmonim onam, siz varsira ko'rmadim alam. G'amxo'rginam, mehribonginam, sizni juda yaxshi ko'raman. Duodasiz men uchun doim, shirin so'zim mehrga boyim. Munisgina yuzlari oyim, sizni juda yaxshi ko'raman. Siz men uchun tugalmas davlat, borligingiz o'zi ulkan baxt. Oyog'ingiz ostida jannat, sizni juda yaxshi ko'raman. Onam meni bir dona yagonam meni, bu dunyoda bori yo'g'im onam. Onam meni bir donam yagonam meni, bu dunyoda bori yo'g'im onam. Onam meni bir donam yagonam meni, bu dunyoda bori yo'g'im onam. Onam meni bir donam yagonam meni, bu dunyoda bori yo'g'im onam. Shirin xushbo'y rayhonimsiz, bu dunyoda tanhoyimsiz, bebahoyimsiz. Sizni juda yaxshi ko'raman. Dardlarimga darmonim onam, siz barsira ko'rmadim alam. G'amxo'rgina, mehribongina, sizni juda yaxshi ko'raman. Shirin xushbo'y rayhonimsiz, bu dunyoda tanhoyimsiz, bebahoyimsiz. Sizni juda yaxshi ko'raman. Uyimizning nuri o'zingiz, baxtimiz sururi o'zingiz, dilga shifo har bir so'zingiz. Sizni juda yaxshi ko'raman. Ey dardlarimga darmonim onam, siz varsira ko'rmadim alam. G'amxo'rginam, mehribonginam, sizni juda yaxshi ko'raman.